Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz din qardoshlar, Alloh taolo barchalarimizni kutilayotgan, boshimizga soyabon bo'lib turgan Ramazoni sharif oylarini barchalarimizga xayrli, barakotli qilsin. Inshaalloh mana bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Xalqobod jome masjidimizda inshaalloh mana shu kutilayotgan Ramazoni sharif munosabati bilan masjidimizni ko'chalari va masjidlarimizni ichlarini obod qilish, shu yo'llarni obod qilish, shu masjidga kelayotgan namozxonlarni o'sha yo'lda aziyat beradigan shu chuqurlar, har xil ozor beradigan narsalarni daf qilish maqsadida inshaalloh hashar uyushtirganmiz. Alloh taolo o'zini oxirgi kitobida aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallohul azim. Albatta Allohning masjidlarini Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradiganlargina obod qilarlar deydi. Mana shu maqsadda inshaalloh shu masjidlarni obod qilish va yo'llarni obodonlashtirish maqsadida inshaalloh mana xalqimiz, hasharchilarimiz tomonidan mana inshaalloh hashar uyushtirdik. İnşallah buni ajridan hammamiz umidvormiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, iymonning eng yuqori darajasi bu la ilaha illalloh kalimasi bo'lsa, eng ozi bu yo'ldagi ozor beradigan, musulmonlarga ozor beradigan zararli narsalarni, u tosh bo'ladimi, u axlat bo'ladimi yoki zarar beradigan har xil narsalar bo'ladimi, shularni olib tashlashlik, musulmonlarning yo'lidan daf qilishlik bu iymondan deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Mana shu maqsadda inshaalloh bu hasharlarni uyushtirdik. Alloh taolo barchalarimizga yordamchimiz bo'lsin. Kirib kelayotgan Ramazon sharif ro'zalarni sihat salomatlikda, ofiyatda tutishlikni Alloh taolo barchalarimizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.